Bir kuni shifokor huzuriga bezovtalikdan shikoyat qilgan xasta bemor keldi. Bajarishi zarur bir dunyo yumushi borligini, lekin ulgura olmayotgani, ishlar esa kutib turmasligini kuyunib aytdi. Doktor so'radi: "Bu ishlarni boshqa birov qila olmaydimi? Yoki birontasi yordam bersa-chi?" "Yo'q, ularni faqat o'zim uddalay olaman. Boshqasi eplashiga ko'zim yetmaydi. Sizga bir ro'yxat beraman", dedi doktor. "Unga to'liq amal qilsangiz davo topasiz." Bemor ro'yxatni o'qib hayron qoldi. Unda har kuni 2 soat sayr qilish va haftada yarim kunni qabristonda o'tkazish tavsiya etilgan edi. "Sayrni-ku tushundim, lekin qabriston nega kerak?" so'radi shifokordan. "Qabristonga borib, mozorlarga qarang. U yer o'zini hammadan kerakli bilgan odamlar bilan to'la. Siz ham qabrga kirgach